Assalomu alaykum. O'zi Istanbulga kelsangiz suvdan kelasizmi, osmondan kelasizmi? Ikkita narsa ko'zga tashlanadi. Ulkan masjidlar, minoralari yoki ulkan Turkiya bayroqlari. Haqiqatda Turkiyada masjidlar ko'p, xususan Istanbulda ham juda masjidlar ko'p. Bir masjiddan ikkinchi masjidga borish uchun hech qachon 200-300 qadamdan ortiq yo'l yurmaysiz. Masjidlar bir-biriga qo'shni. Masjidlar bir-biriga yaqin. Masjidlar juda muhtasham, juda mahobatli, juda ko'rkam. 500 yillik masjidlar bor, 600 yillik masjidlar bor. Konstantinopol ishg'ol qilinganda 1000 yillar davomida xristian diniga xizmat qilgan Ayo Sofiya kabi cherkovlar masjidga aylantirilganiga ham 500 yildan oshdi adashmasam. Xullas, Istanbulda masjidlar ko'p, juda katta masjidlar. Hamma sharoitlar yaxshi. Bu masjidlarda bolalar ham namoz o'qiydi. Eng qizig'i, Istanbulda, umuman Turkiyada ayollar ham jami masjidlariga chiqadilar, juma namozlarini o'qiydilar, taroveh namozlarini o'qiydilar. Hammasi go'zal, lekin bitta lekin degan joyi bor. Azizlar, Istanbuldagi masjidlarda tahoratxonalar bor. Tahoratxonalarda esa issiq suv yo'q. Mana doim meni tanqid qilishadi, Turkiya bilan O'zbekistonni taqqoslaysiz deb. Haqiqatdan bugun taqqoslamoqchiman O'zbekiston masjidlari bilan Turkiyani masjidlari. O'zbekistonni deyarli har bir masjidida tahoratxonalarga juda katta e'tibor beriladi. Hamma tahoratxonalarda issiq suvlar bor. Samarqandda bir yigit bor edi, hoji yigit. Deyarli hamma masjidlarni, tahoratxonalarini o'z hisobidan yangilab bergan, ta'mirlab bergan edi. Deyarli hamma tahoratxonalarga suv isitib beradigan o'sha Ariston degan suv isitadigan qurilmalarini qurib bergan edi. O'zi bosh bo'lib qurdirgan So'g'diyona maskanidagi masjidda bir yo'la 40 kishi tahorat qiladigan tahoratxonalar, issiq suv, sovuq suv, hatto juma kuni kechga qolganlar uchun g'usl qilib olishga sharoit bo'lgan hammomlargacha qilgan edi. Boshqa shaharlarda ham, xususan Toshkent shahrida ham yaxshi bilamiz, issiq suvlar bor, sovuq suvlar bor va albatta yuz uchun alohida sochiqlar, oyoq artish uchun alohida sochiqlar. Toshkent shahrida o'sha bir martalik qog'oz sochiqlar qo'yib qo'yilgan. Hech qanaqa muammo yo'q, qiyinchilik yo'q. Maza qilib tahorat qilasiz. Istanbulda esa issiq suv yo'q, sochiqlar yo'q. Nima uchun aytayapman bu gapni? Albatta jannatni kaliti namoz, namozning kaliti esa tahorat. Tahoratni esa odam yayrab qilish kerak, o'ta sovuq suvdan seskanmasdan qilish kerak. Bu haqida hadislarni qidirganimda shunday so'z chiqdiki, o'ta issiq va o'ta sovuq suvda tahorat qilish, tahorat qilayotgan kishining xushusini va huzusini buzadi degan ekan. Bu xushu va huzu so'zlarini Ramazonning avvalida eshitdik, angladik, bildik. O'zbekcha qilib aytsak, kishini rohatini buzadi. Odam rohat qilib tahorat qilmaydi. Vaholanki bu yil qish qattiq bo'ldi. Turkiyada ham, Istanbulda ham qorlar yog'ib, ancha sovuq kunlar o'tdi. Mana shu sovuq kunlarda masjidlarda issiq suv yo'qligi albatta muammolarni keltirib chiqardi. Biz rohat qilib tahorat qila olmadik. Shuning uchun doim masjidlarga borishdan oldin uyimizda, hatto ishxonada tahorat qilib borishga harakat qildik. Ana endi Turkiya bilan O'zbekistonni masjidlarini solishtiradigan bo'lsak, bizni masjidlar Istanbuldagi masjidlarda juda ham hashamatli bo'lmasa-da, hamma sharoitlari bor. Keyin odam she'r o'qiysan-da. O ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyanga, senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam,
rimni alishmasman bedapoyanga. Bir go'sha suv bo'lsa bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim qancha taqdirlar, qayga borsam suyab boshni tik tut deb tog'laring izimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin, yo xudbinman yo bir sodda kasman men, Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Na gapga ko'nayin, na gapga ko'nayin, na til bilayin, ko'zdan uyqu qochdi, dildan halovat. 3 kunda sog'insam nima qilayin, chalab qolar bo'ldi hamma sayohat. Bildimki baridan ulug'im o'zing, bildimki yaqini shu tuproq menga, bahorda Baxmalda tug'ilgan qo'zing arab ohusidan azizroq menga. Sen bilan o'tgan har kun bayram bazm, sensiz bir on qolsam vahmim keladi. Seni bilganlarga qilaman ta'zim, seni bilmaslarga rahmim keladi. O'zbekiston jonim to'shay soyanga, rimni alishmasman bedapoyanga. Muhammad Yusuf. O'zingizni va farzandlaringizni ehtiyot qiling.